hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana o'sha JTG'miz do'stlar. Yaxshimisizlar, sog'misizlar? Bugun biza ko'pchilik o'ynagisi kelgan va o'ynayotgan va o'ynagan ham o'yin o'sha Stickman Party o'yinini o'ynaymiz, ya'ni Adventure rejimida o'ynaymiz. Mana shu Adventure rejimida biz qiladigan ishimiz mana bunaqa sandiqlarni ochib chiqishimiz kerak. Shunaqa yo'lladi. Hozir bittasini o'ynaymiz. Bu yerda akam ham bor, aka salomlashib qo'ying. Yo'q, hammaga salom, sizlar bilan yana o'sha JTG'miz. Bugun mana shu yaxshimisizlar? Bugun mana shu bolalar o'ynagan, kichkina bolalar o'ynagan o'yinni o'ynab ko'ramiz. Mana shu ukam negr bilan, davay. Ya'ni rus tilida aytganda приключение ekan, uzr do'stlar. Xullas, mana hozir biza boshlaymiz. Qaysi biri? Davay. Kosmos. Yo'q. Qaranglar. Hozir ani o'qib ko'ramiz, bir tashab ko'ramiz. Kubikli bo'lmas, Qaranglar. Nima qilsak bo'ladi? 10 raqamiga tushgan, ya'ni 10 raqamiga tushgan narsa o'sha anaqa bo'lishi kerak. O'shani tanlaymiz. 1 voy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mana 10. Demak biz mana buni tanlaydigan bo'ldik. Mana shu rejimni o'ynayotganmiz do'stlar. Tak, English o'rganamiz. Ya'ni ingliz tili botlar bilan o'ynaymizmi yoki o'zimizmi? Botlar bilan qiziq. Davay, mayli, botlar bilan o'ynayotganmiz. Akam aytdi. Tak, tushunarli. Tak, men kulrangman. Har doim 10 tushiraman. Voy, men oxirgi. Men har doim 10 strategiyasini bilib olganman. 5 sekundchami sanaysizlarda bitta bosasizlar chiqadi. Men 5 sekund sanamadim hozir. Bu rejimda kubik yig'ish emas. Bu rejimda biz qilishimiz kerak bo'lgan marragacha borish. Botlar har doimgidek bot. Tak, 4-player, ya'ni 4-igrok. Ukam, videoni necha minut olamiz? Videoni VIP do'stlar bizani tabriklasanglar bo'ladi. Biz YouTube tasdiqlash kodini oldik. Bu degani biz 50 ta bo'lganimizdan keyin stream, ya'ni jonli efir qilsak bo'ladi. Keyin jonli efir, yana 15 minutdan oshgan videolar, keyin anaqalar, bir bolalar botdan sekin chopib hozir o'zida. Sirbatda. Voy. Qachey. Shunaqa do'stlar. Bizga bana. Men kulrang, ukam menga qarang. Ay, aytdi. Tak, do'stlar, shunaqa. Biz YouTube tasdiqlash kodini oldik. Endi moderatorlarni ko'paytirsak ham bo'laveradi. Ya'ni moderator bizda bitta obunachimiz bor. U anaqa ekan, obunachimizning nomi Fatima and Zuhra ekan. Yana ular haqida informatika bilganim shular hozircha. Ularni moderator qildim, chunki hamma videoni kommentariyasiga yozishgan. Hamda hamma videoni kommentariyasiga yozishgani ham mayli. Anaqa qilishgan deymi? Ko'p videolarimizni ko'rib qatnashgan. Mana ko'rdinglar, 5 sekund sanab bitta bosgandim, 10 tushdi. Mana shunaqa narsalar do'stlar, u. Shunaqa narsalarni oldik. Biz уже qanaqadir videolarga qo'shimcha remix bir bolalar qo'shsa bo'lar ekan. Tasarruflar shunaqa qo'shimchalar qo'sha olamiz. Уже YouTube tasdiqladi bizni. Qancha minut bo'lsa ham qilaveramiz. Endi qismlarga bo'lmaymiz hech nima do'stlar. Voy, aka, bot sizni tepib ketdi. Men hozir tepaman.
Aka, men sizga yordamlashaman. Men bu o'yinda o'laman, chetga o'ting. Hoppa. Voy, sal qoldi. Ana aka, bo'ldi. Siz yutdingiz. Reklama. Mana Amazing. shu o'yinni yaxshi ko'ramiz, lekin reklama bo'lib qoladi. Pauza tepada. Yo, pauza qilmaymiz. Buni bundoq qilib chiqamiz. Buni bosib turib. Mana shu o'yinam zo'r do'st. Unbelievable. O'chirib tashlaymiz. Mana, do'stlar. Mana reklama Amazing. yo'q qilamiz. Baribir bilasizlar-ku. Block Blast, ya'ni Combo Blast. Shunaqa narsalar ham Bu raketa. chiqadi. Shunaqa do'stlar, biza YouTube tasdiqladi bizani. Agar yana nito ish qilib qo'ysak, YouTube bizani bloklashi ham mumkin. Yo'q. Yana yurasiz. Ko'p yuravermadingizmi? Kam ish qilib teleport qilmaysanmi? Balkim teleportni turtirursan-chi. Men o'laman. Bunga bermadi-yu, hech kim qayerdan olyapti bot? Bot bo'lsa Berdi-yu. bermadi. Men tegimdan o'tib ketish yaxshi emas ukam. Bot bu. Ukezmanmi? Bekor birinchi bo'lib o'libman. Mani yonimga kela qol. O'tib kezarkan. Menga qilma faqat. Sovuq oldu, orqaga qaytib ketardim-da, kimgadir teleport qilardim. En yomon ko'rgan o'yinim. Lekin bu tomondan yaxshi. Hop. Qochlaring. Hop. Bu meniki ko'k. Hoppa. Va hamma o'zini rangi deydi. Orqaga qaytib bo'lmas ekan. Voy. Hamma o'zini rangiga yig'ish kerak edi. Men akamga yig'ib beribman. Necha bo'laveradi? Продолжить. Har ehtimolga qarshi. Osyo. Agar sarig'i anu qilishi mumkin teleport. Osyo. Jin. Hozir yaxshi eshitolmaydi. Mana do'stlar, video 8 minut. Biz hech nimadan qo'rqmaymiz, chunki video любой kerak bo'lsa 1 soatlab ham qilib tashlaveramiz videoni do'stlar. Sizlar uchun bu. Bosing. Avul. Joning to'ldirib olasam, sal yana 5 tanlaganingda zo'r bo'lardi ukam. Mana o'zim ham 5 tanladim va oldinga o'tib ketdim. Ukam omadiga otdi. Omadim kelmayapti, men sanab chiqqanman botlarni. Uy, orqamdan kelganini ko'rdinglarmi? Vah, mana shu botlar yomon ko'raman, mana shu o'yinda qayta qilmaslikka. Bular tezlashishini qara. Tez ya. Bular tezligini qara. Voy. Qancha tez bu? U qo'shib Men senga. Vah. Ne? Yo'q. Voy. Bot sariq. O'zi o'ynashni bilmaydi. Mana shu sariq yomon ekan. Yashiling katta Alloh Uy, sal qoldi. Yashil ulgurmadingmi desam, ulguribdi decha. Yurak. Ko'rishim kerak deydi. Hop. Hey. Hop, parovina. Parovina. Voy. Men bu yashil yutib ketadimi deyman. Parovina. Hop, parovina. Botlarni qaranglar, obunachilar. Hop. Agar men yoki ukam yutsa, obuna bo'lib qo'yasizlar. Botlar yutsa like bosasizlar.
Ha minutdan. Voy bechara. Video tugasin. Baribir o'qib bo'lishdi-yu. Mayli. Kesib tashlaymiz. Endi obuna bo'linglar. Do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Ovoz beraylikmi? O'ynab olib yoki o'ynab ovoz beraylikmi videoga olib yoki sirazi videoni olib keyin ovoz beraylikmi? Ko'pchilik hozir Voy ukam. omadimga yetibdim. Hasan, sana deb bo'ldi. Bilmaysan deysan. Vaqti hamma taniydi-yu, to'g'rimi do'stlar? Bizning ismimiz Hasan va Komil. Hasanni deb bo'ldi hammasi. Ichida nas deb turganda. Zo'r ukam. Voy iplosi, bu yoqqa holi kutib turdi mana. Ajab bo'pti, xo'p bo'pti, ajab bo'pti. Do'stlar, sizlar bizani qishloqlik deb o'ylashinglar mumkin. Biz Toshkent. Kim artefakt va qishlog'ini tanisa, like va obuna. Do'stlar, bizani 79.2% odam obunasiz ko'rayotgan. Bu qanaqa bedodli do'stlar? Qachi. Tiqilmang. Ana botlarga qarang. Bittasi suvga tushyoqda, ikkinchisi tirilib bir-birini yutaryapti. Voy. Do'stlar, ana oldindan. Bot ekan-ku bular. Yutarib ketyapti. Hop, qaroyini. Hop. Qachi. Hop. Qaroyini. Shunaqa do'stlar. Bizi qoch aka ukamiz. Bizani tanimaganlarga. Zeta havaskormiz. Tubi Zeta kim deb yozib o'tirmanglar. Zetani baribir nikini nimaligini ma'nosini topolmaysizlar. Topsanglar ham topolmaysizlar. Topolmaysizlar, topasizlar lekin. Qaranglar, topasizlar lekin topolmaysizlar. Topolasizlar lekin topolmaysizlar. U nima? Qaranglar, sizlarga bitta topishmoqda. Topishmoqni iti. Kommentariyaga yozib ketasizlar. Pishirsa ovqat. Pishirmasa go'sht. Nima bu? Ana o'qib ketasizlar, nima? Guruchmi? Yo'q, siz javobini aytib qo'ymang-da, endi o'zlari topsin. Tak 9 raqami. Qilib o'tib tashlasa. Ukam, menga ishlatma teleportni. Siz bu meni tepib ketdingiz-a? Yaxshamki yo'q, men obunachilar. Men bu kiyolmabdimi? Mana voy sarg'asi bo'lmiz o'zida. Sarg'i nima qilay ekan? Qolinglar o'tamiz. Do'stlar, kommentariyaga yozinglar. Kimni kommentariyasi yoqsa, sirazi moder beraman. Qarang, kimmi kommentariyasi 60 qatorli chiqsa, 60 qatorli любой narsa yozasizlar. 60 qatorli chiqsa, o'shanga like bosamiz, ham bosh moderator beramiz. Agar ko'rayotganlar bo'lsa, men bu jinni nima qilyapti? San-ku? Voy, men shunaqa bo'lishini bilgandim. Uchinchi player. Bitta orqada qolib ketgan. Plus mana bunaqa joylarda ham xavfli joylarda yuribdi. Orqaga qaytib ketdi. Yo'q, qaytib ketmaydi, qaytib ketadi lekin. Bitta narsa aytdim, qaytib ketadi lekin qaytib ketmaydi.
Ukam nimalar deyapsan ey? Nimalar Voy, deyapman? mana shu yomon. Voy, mana shu yomon, lekin mana yomon Voy, ko'rdim. bu jonli ekan-ku. Ajab bo'pti, ajab bo'pti. Eng zo'ri ajab bo'pti. Men bu Menga tez o'yinni yaxshi bermaydi. ko'raman. O'tkazib yubordim, ikkinchisini ham o'tkazdim, uchinchisini ham o'tkazdim. Xullas teshib yarataman. Sarig'i o'rini yonma yashil bilan. Bilmadim, akamnikinimi. Hop, o'zimni o'tkazib yubormanman. Bittasi kuyib ketdi. Voy. Voy, tenti. Chaq. 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 Qanaqasi bu o'yinni yomon ko'radiganlar yutib ketdi hozir.